Jangdo bilan Yangyodla manandek o'xshitib bir piyal mifam bilan yeyishimizga bek mos keldigan Jangdo qo'rimizning qo'rish usulini olib keldim. Unda bo'lsa buni qanday qo'rdimki, mush filmni seyretmay oxirigacha ko'ringlar. Oldi bilan mushu qo'rimga ketalik saylarni tayyor qilib olgandan keyin tayyor qilib olgan Yangyo bilan Jangdoni filmda ko'rsatgandek uzuncha qolatda qalam chiqib to'g'rab tayyorlab olamiz. Bundan boshqa mushu qo'rimini qo'rg'an vaqtimizda kompoz bo'lmaydigan cho'ng ustamning churiklasidimi bir bolaq tayyor qilib olamiz. Ondan qozonga odatdagidan jiqroq may quyib, may qizg'an vaqtida tayyor qilib olgan Jangdoni sep yaxshi bir aralashtirib olgandan keyin normal o'tda 2 minut atrofida mayda turg'izib olib olamiz. Orqadan tayyor qilib olgan Yangyoni mayga silib yaxshi bir aralashtirib olgandan keyin mush Yangyo pishqicha bo'lgan arliqda mayda turg'izib olib olamiz. Ondan qozonga oz miqdorda may quyib, may qizg'an vaqtida tayyor qilib olgan so'ng piyoz, samsaq, muvofiq miqdorda tuz, kavavichillarni bir vaqt sap qo'rib olamiz. Bularni qo'rib mezlik purq chiqqan vaqtida bayotin tayyor qilib olgan Jangdo, Yangyo churiklazni bir vaqt savolamiz. Eng oxirida muvofiq miqdorda oq kunjut berib, yaxshi bir qo'rib etgandan keyinla iste'mol qilsak bo'ldi. Amsa sizlar mushtandek aldirab qolgan vaqtimizda 15 minutlam tayyor qilib etgan bo'ldigan Jangdo qo'rimizning qo'rish usulini o'rganib oldinglarmi? O'rganib olgan bo'lsanglar, u yoqda bir qatam qo'rib sinab yaqinlar beklam yeyishlik bo'ldi.